Do'zaxiylarni do'zaxga kirgizgan asosiy sababni aytishadi. Ular do'zax ahliga sizlarni saqarga, ya'ni jahannamga nima kirgizdi deganlarida ular aytdilar. Biz namoz o'quvchilardan bo'lmadik. Namoz birodarlar. Jumaga keladigan odamlar bor, faqat qadr kechasiga keladiganlar bor. Masjidni yoki namozni umuman bir yilda 2 martadan oshiqcha tanimaydigan odamlar bor. Birinchi bo'lib ularni do'zaxga kirgizgan narsa nima deb so'raganda namoz deyapti. Namozi yo'q odamning amallari qabul qilinmaydi. Taroziga qo'yilayotganda bandan amali taroziga qo'ymay turib, namozi bormi deb so'raladi. Agar namozdan o'tsa savolidan javobidan, shundaymi kitobi taroziga qo'yiladi. Bo'lmasam, hajga borganmi? Masjid solib qo'yganmi? Ro'za tutganmi? Ota-onasining duosini olganmi? Qaralmaydi. Namoz birodarlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam namozni bizni tilda mana javoz pasport degan payg'ambarimiz. Pasport yo'q odam grajdanin bo'la olmagandek, namoz yo'q odam musulmon bo'la olmaydi komil suratida. Masalan, namoz o'qimayman deydigan odam bilmadim, bo'lmasa kerak emas. O'qiyman deydi. O'qiyman kerak. Insof bersin o'qiyman. O'zi insonni aql hushi joyida turgani o'sha insof bo'ladi. Agar jinni bo'lganingda senga uzr bor. Chunki shariat aqli past odamlarga taklifotlarni yuklaydi. Endi oqlovchilarning oqlovi ularga foyda bermadi.